Hammaga assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan Farhod Hakimov English Focus kanaliga xush kelibsiz. Bugun navbatdagi videomizni birgalikda ko'ramiz. Bugun sizlar bilan ingliz tilini qanaqa qilib o'zimizning hayotimizda odatga aylantirish, ya'ni o'sha odat shakllantirish evaziga o'sha odat shakllantirganimizdan keyin bizning hayotimizda ingliz tili bir o'rin oladi va ingliz tilini o'rganishga bo'lgan odamda ishtiyoq ham bo'ladi, odam yaxshi ko'rib o'rganadi va undan tashqari o'zi bilmay qoladi odam ingliz tilini qanaqa qilib o'rganib olganini va hayotiga kirgizib qo'yganini. Men o'zim qo'llagan tajribalarni albatta sizlarga ulashaman bu kanalda doim. Shuning uchun men har doim o'ylayman sizlarga qanaqa foydali ma'lumot bersam ekan, qanaqa video qilsam ekan deb har xil ideyalar kelgani uchun men o'zimda bo'ldimi shu narsa sizlar bilan ulashib qanaqadir bir baham ko'rgim keladi. Menda o'xshagan narsa albatta sizlarda ham o'xshashi kerak. Xo'p, bugun sizlar bilan bir nechta odatlar haqida gaplashamiz. Ya'ni ingliz tilini men o'rganishni nazarda tutmayapman. Ingliz tilini bir o'tirib olib, o'sha har doim biz o'rganadigan grammatika, har doim ziyodlaydigan so'zlar yoki bo'lmasam o'sha boshqa narsalarni nazarda tutmayapman. Shunchaki ingliz tilini o'zimizning odatimizga kirgizish haqida sizlarga gapirmoqchiman. Birinchi odatlardan bittasi bu ingliz tilini odatimizga kirgizish uchun kundalik tutish. Kundalik qanaqa kundalik? Oddiy mana bloknotmi, daftarmi farqi yo'q. Shu kundalik tutganingizdan keyin bu kundalikga siz ingliz tilida yozasiz hamma narsangizni. Ya'ni siz odam o'zining oldida baribir kichkina oddiy odam bo'lsa ham, kichkina emas endi, oddiy odam bo'lsa ham maqsadi bo'ladi-ku. Misol uchun bugun men bu ishni qilaman, ertaga bu ishni qilaman, bir haftadan keyin bu ishni qilaman degan maqsadi bo'ladi, to'g'rimi? Rejalari bo'ladi. O'sha rejalarni mana shu kundaligiga misol uchun ingliz tilida yozsangiz bo'ladi. Misol uchun kundalik kun tartibingiz yozsangiz bo'ladi. Ertalab turaman, men bu ishni qilaman, bu yoqqa boraman, bu bilan gaplashaman, bu bilan ko'rishaman, keyin bu ishimni qilaman. Mana bu joydan pul olaman. Misol uchun, to'g'rimi? Shunaqa qanaqadir o'zingizni kundalik hayotingizda bo'layotgan narsalarni mana shu kundalikka yoritib borsangiz bo'ladi. Buni qanaqa yaxshi tarafi bor kundalikka yoritishi va bu sizga qanaqa ingliz tilingizni rivojlantirishiga va ingliz tilini hayotingizga kirgizishga yordam beradi. Birinchidan siz ingliz tilida o'zingizni fikrlaringizni yozasiz. Writing skills, ya'ni yozish qobiliyati sizda ochiladi. Ya'ni yozish qobiliyati o'z-o'zidan paydo bo'lib rivojlanishni boshlaydi. Siz misol uchun ingliz tilida o'ylab yozishni o'rganasiz. Inglizcha o'ylashga miyangiz undaydi. Inglizcha o'ylash deyshadi-ku. Yozish orqali siz inglizcha o'ylashni boshlaysiz. Inglizcha o'ylayapsizmi, siz avtomatik ravishda ingliz tilida gapira olasiz ham. Shunaqa holatga ham bora olasiz. Mana misol uchun siz so'zni ham yodlashga qiynalishingiz mumkin, to'g'rimi? Siz kundalik tutsangiz, lekin birorta so'zni qidirasiz. Misol uchun bitta kundaligingizga qanaqadir fikr yozmoqsizda, lekin u fikrni bitta gap to'ldirish uchun qaysidir so'zni tarjimasini bilmayapsiz. O'zbek tilida bilasiz, inglizchani bilmaysiz. O'shanda siz qo'lingizdagi telefonda lug'at topib turib, prilojeniyani olib turib, ichiga o'zbekchasini yozib, yoki bo'lmasa Google Translate dan qidirib, yoki bo'lmasa boshqa prilojeniyalardan qidirib turib, kitobdan qidirasizmi? Ma'noni chiqarganingizdan keyin, ha, men bu so'zni demak menga qo'yar ekanman deb yozib ketasiz. Bu sizga nimani olib keladi? Bu sizga o'sha bundan oldingi videomizda aytib o'tganimda ham tepada podskaska qo'yib qo'yaman. O'sha yerda aytib o'tganman, ko'rsangiz bo'ladi. Oldingi videomizda aytib o'tgan edim, praktika qilish kerak degan edim. Siz grammatikani ham praktika qilib ketasiz. Siz so'z boyligingizni, yodlagan so'zingizni ham praktika qilib ketasiz. O'sha har xil kundalikka o'zingizni fikrlaringizni yozish orqali. Ozgina nafas. Xo'p. Bundan tashqari siz telefoningizni nastroykasidan ingliz tiliga tilni o'zgartirib qo'ysangiz ham ancha-muncha sizga qanaqadir boshida tushunarsiz bo'lishi mumkin, keyinchalik ko'nikib qolasiz. Shu telefon o'zini nastroykasini o'zgartirganingizdan keyin, ya'ni til nastroykasini ingliz tiliga o'tkazib qo'yganingizdan keyin siz o'zingiz sezasiz, shu telefonning o'zidan ham bir nechta so'z chiqadi, o'sha nastroykaning nomlaridan. Bu, demak, SMS, xabar, сообщение degani bu message ekan, misol uchun, to'g'rimi? Yoki bo'lmasam o'yin degani game ekan, yoki shunga o'xshagan har xil prilojenelarning nomini, tarjimasini bilib olasiz. Nastroyka, settings misol uchun, to'g'rimi? Xo'p. Keyingi odat bu hamma qilish kerak bo'lgan odatlardan bittasi. Men oldin ham qilganman, hozir ham qilaman, bundan keyin ham shu odatni qilaman, chunki bu menga odatga aylanib bo'lgan. Ingliz tilimni
ushlab turadigan narsa desam ham bo'ladi va ingliz tilini rivojlantirib turadigan narsa desam ham bo'ladi. Men ingliz tilini qanaqa rivojlantirganman? Men ko'proq YouTube'da, Instagram'da videolar ko'rganman va undan tashqari har xil blogerlarni o'sha kuzatib borardim. Har xil mashhur insonlar bo'ladi-yu, aktyorlar, ashulachilar, har xil vlogerlar yoki blogerlar, shularni kuzatib borardim. Men hozir ham kuzatib boraman. Men o'zim yaxshi ko'radigan blogerlardan Gary Vaynerchuk, PewDiePie, Casey Neistat misol uchun yoki bo'lmasa Matt Davella, Thomas Frank. Hozir aytsam ketaveradi davomi. Mana shu insonlarni men YouTube bilan Instagram tarmog'ini kuzatib boraman, ularga men obuna bo'lganman, podpisatsiya qilganman. Va ular har kuni qilayotgan ishi, misol uchun menga vaqt olmaydi bu. Misol uchun kelaman, telefonni ochaman, har doim internetga kirganman, Instagramga kirsam lentada chiqadi yoki YouTube'ga kirsam lentada chiqadi. Shunda kiraman, qarasam, demak men bu odam qanaqadir video qo'yibdi 1 minutlik yoki 30 sekundlik. Qani ko'ring nima derkan. Shunda men inglizcha eshitaman va men kommentariyaga ham javob qaytarishim mumkin ingliz tilida. Ko'rasiz, ingliz tili hayotga tatbiq bo'lyapti va bu odatga aylanyapti. Siz ham xuddi shunaqa qilishingiz kerak, do'stlar. Shunaqa qilinglar. Bunaqa vaqtni bekorga o'tkazgandan foyda yo'q. To'g'risi-da. Baqirgandan ham foyda yo'q, to'g'risi. Vaqtinglarni bekorga o'tkazmanglar. O'shaning uchun internetda o'zbek tilidagi kontentni ko'rish to'xtatib, ingliz tilidagi kontentlarni ham qarashni boshlanglar. Xo'p. Siz misol uchun o'sha Instagram, YouTube, Facebook, Telegram, TikTok hozir mana rivojlanyapti. Shu ijtimoiy tarmoqlarda o'sha siz yoqtirgan mashhur insonni kuzatib borishingiz kerak ekan. Bu mashhur inson bitta dona bo'lishi kerak emas, 2 3 4 ta bo'lsa, qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Misol uchun, qancha ko'p ko'ra olsangiz, qancha ko'p kuchingiz yetsa, shuncha yaxshi. O'shanda boya aytib o'tganda o'sha kommentariyalarni ham o'qishingiz mumkin. Odam komment yozgan bo'lsa, o'sha kommentariyasini o'qib, birorta odam yozgan bo'lsa, siz o'zingizni javobingizni bersangiz bo'ladi yoki bo'lmasam haligi blogerga siz kommentariya qoldirsangiz bo'ladi. Misol uchun, qanaqadir bir chiroyli aktrisa yoki bo'lmasa chiroyli kelishgan bitta bola. "Oh, you're so beautiful, you're so handsome. Oh, you're so cute" misol uchun, to'g'rimi? Yoki birorta o'zingizni fikringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Shunga o'xshagan har xil so'zlarni, oddiy so'zlarni yozsangiz ham sizda qanaqadir odat bo'ladi ingliz tili. Keyingisi bu siz har xil ingliz tilida gapira oladigan odamlarni ijtimoiy tarmoqlardan topib, ular bilan do'stlashish va ular bilan dialog qilish. Ya'ni gaplashish, muloqot qilish. Hozirgi paytda bilasizlar, Telegramda ham hozir ingliz tilini biladigan insonlar juda ko'p. Har xil gruppalarda, chatlarda, misol uchun arab davlatlaridan arab odamlar ham Telegramda o'tiradi, misol uchun arab davlatlar. Va undan tashqari yana boshqa davlatlar ham ingliz tilini biladigan odamlar Telegramda o'tiradi, misol uchun. Va undan tashqari Instagramda ham boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham chet ellik insonlarni topish hozir oson, qiyin emas va siz ular bilan do'stlashishingiz ham mumkin. Ular bilan do'stlashayotganingizda shu gaplashasiz, muloqot qilasiz. Menda shunaqa holatlar bo'lgan. Men nima deydi? ingliz odamlar bilan telefonda gaplashardim. WhatsAppda, Telegram orqali vizov qilib gaplashkim kelardi. Ular bilan shtoba speaking qilish uchun, menga tekingga speakingimni rivojlantirish uchun birorta mavzu bo'yicha gaplashish xohlardim-da, kirib telefon qilardim, u bilan telefonni ko'tarsa gaplashardim, o'zimni tanishtirardim, uni ham eshitardim va o'zim ham gapirardim. Shunda meni speakingim rivojlanardi. Sizlarga ham mana bitta maslahat, buni ham odat qilsangiz bo'ladi. Bitta do'st topsangiz, kuniga 5 minut gaplashsangiz ham u do'stingiz bilan sizda har kuni 5 minut speaking tekingga rivojlanadi. Keyingi odatlardan bittasi bu serial, kino yoki ingliz tilida boshqa har xil videolarni ko'rish. Nimaga sizlar haligacha tushunmayman. O'zbekcha videolarni, o'zbekcha kinolarni ko'rasizlar yoki ruscha kinolarni ko'rasizlar. Inglizcha kinolarni ham ko'rishni boshlaydi, ingliz tilida seriallarni ko'ringlar har xil, misol uchun. Mana kinolardan qanaqa kinolar bor? Harry Potter bor. Yana Friends degan kino bor. Oson, boshlang'ichlar uchun zo'r kino, misol uchun Friends. Oddiy tilda gapirilgan. Men o'sha Friends kinosini ko'rganman. Va undan tashqari yana boshqa kinolar ham bor. Seriallar ko'ringlar har xil ingliz tilida. Agar siz serial ko'rsangiz, siz misol uchun tasavvur qiling, 1 soat, 1,5 soat ingliz tilida ma'lumot eshityapsiz. Ingliz tilida qulog'ingizga narsa kiryapti, kino ko'ryapsiz. Siz mazza qilib kinoni ko'ryapsiz, misol uchun. Agar siz tushunmasangiz ham o'sha yerda bo'layotgan hodisalar, sahnalar, emotsiyalar sizga o'sha ingliz tilida tegida subtitrli kinoni ko'rsangiz, haligi bo'layotgan sahnadan siz tushunsangiz bo'ladi nima deyotganini va subtitrga qarasangiz yoki bo'lmasa eshitsangiz, o'shanda haligi odam nima deyotganini qanaqadir tushunasiz. Sizda avtomatik ravishda miyangizda inglizcha ma'lumot paydo bo'ladi va sizda eshitish qobiliyatingiz, ya'ni listening rivojlanadi.
O'shaning uchun kino ko'rishni ham odatga aylantirish kerak. Endi har kun emas, to'g'ri, hammaning ham vaqti bo'lmaydi. Misol uchun, o'zimning ham vaqtim yo'q. Haftada hech bo'lmaganda 2 ta kinoni ko'rish, yoki bo'lmasa haftada 2 kun, yoki bo'lmasa serial ko'ring, mayli. 45 minutlik, 30 minutlik serial har kuni ko'rishingiz bo'ladi. Hammaning qo'lida telefon, hammaning qo'lida internet, hammada internet bor, hamma ko'chada yursa ham qo'lida telefon, smartfoni bor misol uchun. Kirib serial ko'rsa bo'ladi, kino ko'rsa bo'ladi misol uchun. Bekorga turib qolsangiz, misol ostanovkada turib qolishingiz bor, kimdir kutib qolishingiz bor. Shunaqa holatlarda vaqtimiz bekorga o'tib ketadi-da. Shunaqa vaqtdan foydalanib, naushnikni taqib, anteda naushnikni taqib kino ko'rsa bo'ladi. Ingliz tilida siz video yoki audiolarni doimiy eshitib borsangiz, sizni miyangizga inglizcha ma'lumot kiradi va agar siz o'sha audio yoki video ma'lumotni, shu umuman videolarni ham eshitish bilan barobarda qayta-qayta eshitganingizda eslab qolsangiz, o'sha gaplardan qaysi bittasini yoki farqi yo'q, bir nechta gapimi yoki butun boshli videonimi yoddan eslab qolsangiz, o'zingiz xayolingizda shu narsa keladi, takrorlaysiz va sizda ingliz tilida har xil gaplar miyangizda shakllanadi. Har xil gaplar shakllangandan keyin buni siz speakingda ham qo'lla olasiz. O'zingiz qo'llagingiz keladi qanaqadir. Menda shunaqa holat ko'p bo'lganda, chunki men o'zim ko'p YouTube'da ko'radigan videolarimda bir motivatsion video ko'rsam yoki boshqa narsa ko'rsam, o'zim o'sha videolardagi so'zlarni o'zimga gapirardim-da, qanaqadir o'zimni ruhlantirish uchun affirmatsiya qilardim. Bu qanaqadir mazza-da odamga. Shunaqa qilib ingliz tilini o'rganish kerak. Keyingi odat bu ashulalar yoki qo'shiqlar eshitish va u qo'shiqlarni eshitayotganingizda siz nima deydi, har kunlik eshitayotgan qo'shig'ingizda lirikasi bo'ladi. Misol uchun, ya'ni teksti bo'ladi. O'sha tekstini olib, o'sha tekstida qator-qator qarab eshitsangiz ham qanaqadir inglizcha yangi so'z chiqishi mumkin. Bundan tashqari o'sha lirikani tarjima qilsangiz, sizga bitta qanaqadir tayyor eshitayotgan ma'lumotingizni tarjimasi bilan esingizda qoladi. Chunki odamning miyasida qo'shiq ko'proq esda qoladi. Agar siz nima deydi, o'sha o'zingiz yaxshi ko'rgan qo'shiqchingizni ashulasini birgalikda aytsangiz, ko'chada ketayotgandami yoki uydami yoki boshqa joyda ingliz tilida bo'lsa tim bo'li, unda endi aytmasa ham bo'ladi. Juda ham ko'p esingizda qoladi. Menimcha hammani hech bo'lmaganda bitta dona bo'lsa ham yaxshi ko'rgan ashulachisi bor, to'g'rimi? Fucking superstars feeling like a pop star. Xullas, siz ingliz tilini odatga aylantirishingiz kerak ekan. Odat degani ingliz tilida habit degani, habit. Odatni shakllantirish bu to form a habit. It only takes 21 days to form a habit. Ya'ni bitta odatni shakllantirish uchun 21 kun vaqt ketadi. To pick up a bad habit degani bu yomon odatni o'ziga olish degani, ya'ni yomon odatga ega bo'lish degani. To break habit degani bu bitta odatni buzish, ya'ni bitta odat, yomon odatni yo'qotish degan ma'noda. It's very hard to break a bad habit, ya'ni bitta yomon odatni to'xtatish yoki buzish bu juda ham qiyin. Keyingi frazamiz bu to be used to doing something, ya'ni to be used to doing something bu birorta odatga ega bo'lish, ya'ni bitta odatni oldin qilgansiz, o'sha odatga o'zi ega bo'lgansiz, o'sha odatni qilgansiz, o'sha odatga shakllanib qolgan. Mana shu to be used to doing something bo'ladi. To get used to doing something bu hozir aynan qilayotgan odatingiz, ya'ni shu odat shu protsessda ketyapti. Misol uchun, men 30 kun video qilishni odat qildim, to'g'rimi? Bu ham bitta odatga kiradi. Xullas, siz mana shu odatlarni qilsangiz, ingliz tilini sevib o'rganar ekansiz. Siz bunaqa ingliz tili meni qo'limdan kelmaydi o'rganish, men qo'limdan kelmaydi, umuman qila olmayman, ingliz tilini o'rganish juda ham qiyin deb o'ylasangiz, adashasiz. Siz odatga aylantirsangiz, har bitta narsani, har bitta qilishingiz kerak bo'lgan narsani ingliz tili albatta o'rganiladi va ingliz tili sizning miyangizga singib ketadi-da. Ingliz tilini o'rganish unaqa qiyin emas. Umuman olganda bugungi video shundan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar. Fikrlaringizni kommentariyaga yozib qo'yinglar va agar kanalimizga podpisatsiya qilmagan bo'lsanglar, hozirroq podpisatsiya qilib, obuna bo'lib qo'ysanglar, har doim men video chiqarganimda ko'rib borasizlar. Hammaga rahmat.